Hozir nihoyatda ko'p erkaklar o'zini haqqini talab qilish kelganda olim bo'lib oladi, ulamo bo'lib oladi. Lekin ayolini haqqini berishga kelganda johil, juhaloda, hech nimani bilmaydi, o'zi haq, go'yoki o'zi haq taraf. To'g'ri, xonadonda erkak kishi qovvan bo'lishligi kerak, erkak kishi boshliq bo'lishligi kerak. Ayol kishi boshliq bo'lgan xonadon bu xonadon emas, oila emas, u anaqa oila. Erkak kishi boshqarish kerak, lekin adolat bilan boshqarish kerak. Qo'lini ostidagilarni haqqini berish kerak. Berish kerak. Nohaqlik qildimi, nohaqligini tan olish kerak. Shunday oilalar bor, baxtli yashaydi, saodatli yashaydi. Alloh taoloni kalomi bilan, Rasulining sunnati bilan yashaydigan oilalar bor. Ana shu oilalarni farzandlarini ko'rsanglar, havas qiladigan farzandlar. Ayolingizlarning haqqini ado qilmayapsizlarmi, oilanglar parokanda. Oilalar yaxshi emas.